Tintiran. Tintiranning ikkinchi qismi. Jim turgin. Xo'p, Tintiranning ikkinchi qismi. Bundan oldingi qismini ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib oling. Bundan oldingi qismida kim xo'rlanganini ko'rib olasiz. To'g'rirog'i mana shu. Xo'rlangandan keyin asabiylashib yuribdi haligacha. Ne xafa bo'lyapsiz? So'rayman deb yig'lashim kerak. Tintiran bu ikkinchi qism. Bunda revansh olmoqchi ekan xullas. Rizer revansh olaman deyapti. To'g'rimi? Menga qara. Xullas, unda boshlaymiz. Birinchi bo'lib Smaldan boshlaymiz. Birinchi bo'lib PvP. Smal, bu juda ham tez tugaydi. Shuning uchun Smal, lekin PvPni o'chirib qo'ysam bo'lar ekan. Negaki, hozir nima bo'lishini bilasiz. Namcha tushib ketdi. Aytdim men eng zo'riman. Bundan oldingi qismida ham men yutganman. Va men bu uchun mayli. Hozir battle qilamiz. Oldingi raundda ham battle qilganmiz. Oldingi videomizni ko'rmagansiz ko'ring. U battleda men yutganman. Chempion. Necha yutganim ko'rib olinglar videoda. Lekin buni yutganman xullas. Hozir bu raundli boshlanadi va men yutdim birinchi raundda. Bu yana bu raund 6 ta raund. Lekin 5 ta raund bo'lib qolsin mayli. Birinchi raundda men yutdim. Endi medium. Mayli, medium ham o'ynaymiz. Medium yaxshi. Hozir medium o'ynaymiz. Bunda medium o'rtacha degani inglizdan. Sizga vaqtanish bo'lmasin. Keyin ingliz tiliga boramanmi? Buni xo'rlaganman birinchi qismida. Bu revansh olaman deyapti. Lekin ololmaydi deb o'ylayman, chunki kim zo'rligi aniq. Kim zo'r? Smith yoki Rizer Jon. Yoki Jon Rizer. Menda men har doim yetib kelganman va tushib ketdim deb o'yladim. Yo'q, qanaqa? Tushib ketdi. Yes, tushib ketdimi? Tushibdi. Va asabiylashibdi. Bilaman. Senga ham qiyin. Esquzish bo'lishi qiyin. Ertaga bir ko'rishib qolsak, dalda berib qo'yaman. Bolaga. Daldachani zo'rchasidan. Dalda va zo'rcha. Va bu yerdan suv. Tushdimi? Ko'rdi, tushdi. Bo'ldi. Voy, mana tushdim. Mendagi taktika qoldi. Hozir buni o'ldirib tashlaymiz sekin. Oldingi o'yinda lekin yaxshiroq o'ynadi. Bu o'yinda men yutdim. 2-0. Ya. Endi Qottamir boshlaymiz. Qottamir. Urib bo'lmaydi yaxshi qo'ydimi? Urar ekan, lekin qorotib bo'lmaydi. Qorotadigan qilish kerak edi mayli endi qiziq qolmaydi. Ursa bo'lar ekan. Ana ursa bo'lar chiqqan. Urchi. Ha, bo'lar ekan. O'zi orqamda qolaverdi-ku. Alamini ololmay. Yana orqamdan urishini qaraylik, uyatsiz. Yo'q, bekor orqasidan yurdim. Shuni orqasidan yurmaslik kerak edi o'zi. Mayli. Kutamiz. Kino. Bundan oldingi o'yin ham bundan qiziq bo'lgan, juda ham qiziq. Ko'rsanglar bilasizlar. U juda ham qiziq bo'lgan birinchi qismi. Ikkinchi qismi undan ham zo'r bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki 2-0 yutdimmi. Oldingi qismda zo'r o'ynagan va oxirida finalda men yutganman. Undan oldingi videoni ko'raylik, keyin tushunib olasizlar nima bo'lgan. Shuning uchun urushib yotibdi. Men bilan asabiylashib. Hayotda ko'rib qolsa o'ldirib qo'yardi. Kimni ko'rdinglar? Voy.
Meni ko'rib qoldi. Turmadim mayli. Voy, tez yugurish uchib qoldi. Men PUBG nastiga qilib qo'yaman buni. Bu yo tiqilma jigar, tiqilma. Yo tushib ketmadimi? Yo tushib ketmabdi. Bu ham o'tmasman do'qdim. PUBG'ni diyorlar like bobini bosib qo'yinglar. Men o'zicha orqamdan yopib ketmoqchi. Lekin men unaqa emasman. Va? Hozir snowballs yoqib qo'yamiz, ya'ni otish. Chunki katta rejimda otish bo'lmasa, juda ham g'alati. To'xta, snowballs yoqib qo'yaylik. Hey, stop. Snowballs yaxshi. 3-0 menimcha. Yana allergy. Chiqarib bitmasa bo'ldi. Shunga o'zi asabiylash bo'ldi. Voy, bunaqa asabiylash bo'lmasin-da. Mana ham qiziq bor hisobda. Yo'q. Voy, endi bu alamini olmaguncha qo'ymaydi. Men o'lib bermasam. Yaxshi, hech kim o'lib bermaydi. Qiliqli qilib tashlayman. Qiliqli tegmaydi. Yo, tushib ketsam. Yo. Voy, bu ham yonim. Yo, voy, men ham tushib. Voy. Tepadan ketyapti. Ancha yaxshi o'ynayapti, lekin revansh bo'ladimi yo'qmi? Bunisini so'roq ayanas. Voy. Chuber. Maqtanib bo'lish kerak emas edi. Maqtanib Süleyman. Alaysan Sardor Smith. Hozir kelishini kutamiz. Bo'ldi, nihoyat rezervon deb chiqib keldi va katta rejimda yana o'tirishdi. Ha va yana ha. Men baribir yutaman. Men buni bosmoqchi edim, mayli. Hozir baribir yutib ketsam kerak. Endi omadga bog'liq. Uni omadiga emas. Biz bekor qildim-da. 3-1 o'tgan bo'lsa, hozir 3-2 bo'lishi mumkin. Lekin ko'p hisob bilan 3-2. Bu hali birinchisida. Men ham bitmasman. Hozir men uni kelishiga juda ko'p so'qlar qilamiz. One block. No block. Rizer qismi chiroyli. Rizerdan kimlar bor edi? Kimlardan ko'chirgan bo'lishi ham mumkin Rizernikini. Eshitganman ancha oldindan qo'yib kelgan. Biz o'zimizning guruhimiz bor. U yerda Rizer, men ikkalamiz bor edi. Oldin ko'p bo'lganmiz. Ular ko'p Minecraft o'ynamaydi. Shuning uchun ikkalamiz har doim video chiqaramiz. Maktabda hammasi sinfdoshlarim. Bu ham meni sinfdoshim Rizerjon Minecraft. Lekin u hali YouTube kanal ochmagan. Meni YouTube kanalimga chiqishga rozi bo'lgan. Prosta ikkalamiz birga auditoriya ko'tarib zerikish bor. Shuning uchun dam olishda bir o'zimizdan bo'sh qo'ymadik. Harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bundan keyingi video qanaqa ko'p jillamaslik kerak edi. Bundan keyingi video qanaqa bo'lishini haqida yozib qoldiring. Biz bu video haqida olamiz. Rizerfon va yana lerchi yaxshi menimcha. Endi hozir 3-2. 3 katta foiz edi. Bir omadim kelib qolib yutishim mumkin edi, lekin foiz kam. Shuning uchun endi qiliq qilmaymiz. Prostaki shunchaki o'yin. Asabiylashmaymiz. O'zi ana endi haqiqiy jang bo'ldi.
Ana tushdi yo'q. Sniperski go. Yo'q. Sniperski o'ynamaymiz endi. Asab uzildi. Voy. Yasha. Bo'ladi yog'i. Tushuncham? Turlicha endi mujikcha o'yin mujiki bo'ladi. Hozir u ham tepadan nimadirlar qilib yotibdi, qo'rqotyaptimi, nimadir qilyapti. Men u kelishiga o'lim zambaraga edi. Biz uni o'ldirishdi. Hozir tushib ketadi. Bundoq qilib o'rtalarni yopib, piyolani yopib. Bundan oldingi videoda ko'rsanglar shunaqa xo'rlangan, lekin orajo'da mana xo'rlanganman. Endi qirol xo'rlanadi, qirol ham xo'rlanib harakat qilib kuchayib ketadi. Biz ham kuchayib ketamiz uni xo'rlab. Ronaldo ham futbolchi o'qimagan bitta. Qarang tepadami? Tush, iltimos. Men tushib ketaman. Tushib ketdimmi? Tushib ketdim. Bitta hazil. Haliyam birinchi qavatda. Ikkinchi qavatda. Hozir buni o'ldiramizda. Nechi hozir 3-2 mida? Ha, 3-2. Chunki 3-1mi? 2-1 yutayotganimda comeback qilyapti bu. Yo, comeback emas. 1-2 ta o'ynar ekan comeback bo'ladi. Agar hozir yutsa, comeback boshlanuvchi comeback. Shu boshlanuvchi comeback bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Real Madrid. Server ochmoqchiman. Minecraft server. Bu yerda katta imperiya quramiz. Agar kanalim uchun Simidjon Minecraft deb anaqa ochamiz. Tushib ketdi bo'ldi. Tushib ketdi. Ana tushib ketdi. Wizard is hell. I am winner chicken dinner. Hop, netyapti? 4-2. Endi bemalol tiqilib qolib. Kerak bo'lsa tuzib beraman. Ana o'yladim. Voy. Va xayr. Hali shu bazmi bo'ladi hozir bag'i. Voy, sakrash. Nimaga bosilmaydi? Endi bemalol qoldik. Har bitta odam tushmaguncha jang bo'ladi. Birinchi qavatda jang, ikkinchi qavatda nima bo'ldi? Shu narsa vaziyat. Uchun tepada hali ham ketyapti u. Va yana o'z sog'larimni boshlayman. Bu yoqdan baqqa, bu yoqdan baqqa. Voy. Please. Agar server birinchi Telegram kanal ochaman. Men ochsam bu video yoki 1 soat yoki 2 soat yoki ertaga chiqadi. Montaj jarayoni bo'ladi. Necham? Hop, 4-2 bo'lgan bo'lsa, ancha hozir yutishim ham pas. Agar birinchi qavatda bo'lsa, u hali ham yutish imkoniyatim 30%. Agar ikkinchi qavatda bo'lsa, yoki 60 yoki 50. Yo, birinchi qavatda bo'lsa 80% ham bo'lishi mumkin. Agar telefoni qotib, internet ishlamay qolsa, men yutaman aniq aytaman.
Qotib qolsa, shuni ochadi bo'ldi. Kim yutsa mayut. Bas kutamiz uni kelishini. Ungacha yonog'i tuzog'ini joq ochib qo'yamiz ora-chorada sakrab turishimiz kerak o'zi ham. Bo'lmasam o'zimizga o'zimiz tuzoq qo'yotgan bo'lamiz. Agar to'xtab qolsam o'zimga o'zim bo'ladi. Bay yig'laman. Hozir mana shunda ketamiz. Unda F5 voy 3 ana dizel keldi yo'qmi? Keladi, oz kelish bilan bitta nima shu bitta qoldi deyapti. Bitta qoldi, yetib olaman deyapti. Yetolmaysan. Menimcha bundan keyin ham qiziq bo'ladi. Menimcha jonlandi bu ham jonlandi. Bu ham o'zining kuchini ko'rsatyapti. Boshlandi yana boshlandi yana. Men bunda o'z kuchimga tayanga voy shuncha urdi, lekin men uncha yo'lmaydigan bo'lardim bilmadim. Ichimda maxluq bor chunki. Orqamdan ish tushmadimi? Yo'q, tushmadimi? Bu qanaqa? Men bilan tushdi deb o'ylayman. Mayli. Lekin zato 3 bittamish. Bittadan keyin yutaman. To'g'ri aytyapti. Bitta qolgan, bittadan keyin yutaman. To'g'ri. Men mayli, hozircha ketmaymiz. Sirda qolamiz. O'zimiz birinchi qavatda ayblanib yuraversin. Nimagadir men kuchsizlanib ketaman. Domates bu. Tuzoq yana o'zimga yaratib tashlayman. Bunda qilib o'ynaganim yaxshimi? Bundan keyingi video qanaqa bo'lishi haqida yozib qoling deb men talab etaman. Bundan keyin Vyjivaniya yoki qanaqadir modli joy o'ynamoqchimiz. Bundan oldingi videodan ko'rgan bo'lsangiz zo'r bo'ladi. Oldingi videoda nima qildik? Loydan epik ko'rdinglar menimcha. Loydan epik ham ko'ringlar, ikkinchi qismi tez orada chiqib qoladi va tushdi yonimga. Yo'q, qanaqa birinchi qavatda? Bo'ldi, uni olmadi, kulmay qoldi. Tuzog'imga sirasi tushgan. Javob olmasam. Bu final, men uchun final, uchun har doimdek. Yo'q jang. Men buni xo'rlayman. Diqqatga. Yugurmay qoldi. Diqqatga. Voy, yugurish bosuvdim. Bu final endi, finalda yutqizib qo'ysam juda ham alam qiladi. Yes demoqchi edi. Yozishni o'rganish uchun like bosinglar. 1000 ta like bo'lsa, maktabga jo'natamiz bu bolani. Sinfdoshim bo'lsa ham o'qishni bilmaydi. Maktabga olib boramiz keyin buni. Endi hozir kanikuldamiz. Kanikul yaqinda maktab. Yana video sekin chiqishi mumkin. Yo, bunda maktab paytida video chiqarmayman menimcha. Sabzor. Sen bilan ursamiz. Jang. Men hozir qanaqa video qilishim haqida o'ylayapman. Tintiram. Bu mod kerak bo'lsa Telegram kanal ochgandan keyin tashlayman. Hali bor, chunki Telegram kanal ochishimga. Yo, hali bor emas. Agar obunachilarim ko'payaversa, ochuraman. Qilish nasib qilmaydi. Nimaday erkakchilik bo'lib qoladi. O'zim boshini ko'tarib asta ko'rsam. Hali yaqinda boshladim o'z videolarimni. Birinchi videoyim Loydan epik. Katta videolardan Loydan epik pastga tushganimiz yaxshi, chunki tepada yursa tuzoq tayilgan bo'ladi. Men bunaqani yomon ko'raman va final. Yo'q.
revanshini oldi to'g'risi. To'g'risi mayli, tan olaman. Revansh oldi bu bola. Mayli. Достойно turdi. Men seni olaman, revansh olaman deyapti. Vijika dedi. Revansh olaman deyapti o'zi bu. Hasa deyapti. Obuna bo'linglar deyapti bu degani. Menimcha xallashamiz. Keyingi video bu revanchini oldi mana nihoyat. Assalomu alaykum. Alaykum deb qo'yinglar. Kommentariyada alaykum yozib qo'yarsizlar. Unda bo'lmasam xayr. Keyingi video 3-qismi chiqishini xohlasanglar, like va obuna. 3-qismi chiqsin deb yozib qo'ysanglar, men harakat qilaman. U o'yinda men revansh olaman. Lekin eng alam qilgani, men yutayotgan joyimda u comeback qildi. Jim turgin, jim tur. Yo'qol, jim turgin. Yo'qol tur, men gaplashib olaman obunachilarim bilan. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Video chiqishini xohlasanglar, like va obuna va Telegram kanal oching. Bo'lmasa Telegram kanal ochmoqchiman bugun yoki erta. O'zi bugun ham tez ochib tashlasham bo'ladi. Endi o'ylayapman, balkim odam kam bo'lsa-chi, mayli ochib qo'yaman bugun yoki erta. Harakat qilaman. Bo'lmasam hammaga xayr. Sizlar bilan Smitjon va Rizerjon bo'ldi. 3-qismi chiqish uchun like va obuna. Keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qo'ying. Bye bye.